rasmiy Kolumbiyani zo'ri. Okapi qoch kelyapti bori. Raqiblaring bo'lolmas sendek. Gol urishdan to'xtama Abbosbek. G'alabaga ishonch bor. Shoma Eldor. Assalomu alaykum Meksika. Assalomu alaykum. O'zbekiston terma jamoamiz uchun avtobuslar keldi, tayyorgarlik. O'sha chiqyapti ular. Muxlislar. Mana qozoq blogerlari, tojikistonliklar. O'zbeklar O'zbekiston futbol komandasi Amerikaga yetib keldi. Hamma xursand. O'zbekiston futbol komandasidan tashqari. Birodarlar, xuddi shunaqa gapni men eshitdim ularni kutib olishga borgan insonlardan. Yo'qda meni do'stlarim, akalarim bor edi. O'zbekistonliklardan tashqari yo'qda butun O'rta Osiyoning insonlari kelishgan. Nima uchun? O'zbekistonni qo'llab-quvvatlash uchun. Lekin bizning futbol komandamiz shunchaki aeroportdan chiqib, mashinalarga o'tirib u joyni tark etishgan. Shuncha insondan ikkita futbolchi ularga katta respekt kelib rasmga tushib avtograf berishgan. Qolganlari hatto muxlislar tomon qarashmagan ham. Akalar, men sizlarni hurmat qilaman. Sizlar bizni bayrog'imizni ko'taryapsizlar. Ilohim bu o'yinlarda YouTube bizni bayrog'imizni ko'kka ko'taringlar. Qo'limiz ko'ksimizda boshimizga ko'taramiz. Lekin unutmanglar, sizlarni Amerikadagi joyda o'zbekistonlik yurtdoshlaringiz kutib olishyapti. Obro'laringizni olib berishyapti. Nafaqat O'zbekiston, butun O'rta Osiyo yo'qda sizlarni kutyapti. Mayli rasmga tushmanglar, mayli avtograf bermanglar, shunchaki muxlislar tomon qarab qo'llaringizni silkitib qo'ysangizlar bo'lardi-ku. U yoqda kutib olgan insonlardan men quyidagi gaplarni eshitdim. $1000 ga bilet sotib olganman. Endi borishim kelmayapti. Biletni sotsammikan? Xuddi shu hodisadan keyin Telegramda FIFA gruppasi ochilgan va u yoqda biletlarni insonlar sotishni boshlashyapti. Ya'ni o'zimizning yurtdoshlarimiz. Yokidan men boshqa O'rta Osiyo davlat vakillaridan uyaldim. Chunki bizni komandamiz mensishmadi degan gaplarni eshitdim. O'zim quloqlarim bilan. Akalar, tushunaman, yo'l uzoq, 12-13 soatlik parvoz. Oson emas, lekin ishoning, Amerikadagi o'zbeklar uchun, Amerikadagi O'rta Osiyoliklar uchun bu yo'l hech narsa emas. Ular 1 oy, 1,5 oydan yo'lga chiqishgan Amerikaga kelish uchun. Bilaman, bu videodan keyin juda katta hate bo'ladi. Kimdir meni to'g'ri tushunadi, kimdir meni noto'g'ri tushunadi. Umuman ishim yo'q. Toki haq bor, birodar buni gapirib chiqadi. O'zbekiston jahon chempionatida qaysi stadionlarda to'p suradi? Ko'rib chiqamiz. Guruhdagi birinchi o'yinimiz 18-iyun Toshkent vaqti bilan tongi soat 7 da 87523 tomoshabinga mo'ljallangan Meksikada joylashgan Azteca stadionida bo'ladi. Ikkinchi turda jahon chempionligiga da'vogar Portugaliyaga qarshi o'yin o'tkazamiz. 23-iyun Toshkent vaqti bilan kechki soat 22:00 da 72220 tomoshabinga mo'ljallangan AQSh Houstonda joylashgan Energy stadionida bo'lib o'tadi o'yinimiz. Ushbu stadion tomi ochilib yopilar ekan va bu stadion asosan shoular, konsertlarga bir moslashgan stadion ekan. Biz ham Portugaliyaga qarshi ushbu stadionda shou ko'rsatamiz degan umiddamiz. Albatta, Portugaliya va O'zbekiston o'yiniga taxminlaringizni izohlarda yozib qoldiring. So'nggi 3-turni Kongoga qarshi o'tkazamiz. 28-iyun Toshkent vaqti bilan tongi soat 4:30 da 71000 tomoshabinga mo'ljallangan AQSh Atlantada joylashgan jahon chempionatidagi eng chiroyli stadion Mercedes-Benz stadionida o'tkazamiz va umid qilamanki, ushbu turda biz keyingi bosqich masalasini hal etamiz. Guruhdan chiqamizmi? Musobaqa kashfiyoti bo'lamizmi? Menimcha ha. O'zbekiston guruhdan chiqadimi? Izohlarda taxminlaringizni yozib qoldiring, sahifaga obuna bo'ling, yangi O'zbekiston haqida gaplashamiz.